Hammaga salom, hammaga yaxshi kayfiyat. Do'stlar, bugungi videomiz oldingi videolarimizdan juda ham boshqacha holatda farq qiladi. Ya'ni nimaga deydigan savolni beradigan bo'lsangiz, bugungi videomizda sizlarga kirdi chiqdi uchun hozirgi kunda sharoit qanaqangi bo'lyapti degan savollarga javoblarni berib o'tishga harakat qilaman ma'lum miqdorda va aviabilet narxlari bilan tanishtirib o'taman sizlarni bir boshdan. Va undan tashqari hozirgi kunda SIM kartani qanday olishim mumkin va Zolotoy Karondan qarzim bo'lsa keta olamanmi degan savollarga javoblarni berib o'tishga harakat qilaman va videoni oxirigacha ko'rgan insonlar uchun 5900 rubldan hozirgi kunda skidkaga chiqib turgan aviabiletimizni aytib o'taman va 200 rubl skidkaga ega bo'lishingiz mumkin. Uni albatta videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olishingiz mumkin va sizda qanaqadir savollar tug'iladigan bo'lsa, bemalol kommentariyamiz sizlar uchun ochiq. Bemalol kommentariyaga kirib, misol uchun siz bilasizlar, biz odatda ko'p holatda Moskvadan bo'ladigan reyslarda juda ham ko'plab variantlarni o'qib beramiz. Lekin siz bu videoni aynan Moskva emas, misol uchun Moskovskiy oblastdan yoki bo'lmasam Rossiyaning boshqa shaharlaridan ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Agar sizda shunaqangi vaziyat tug'iladigan bo'lsa, shunchaki o'ylanmasdan biz nomerlarimizni birinchi bo'lib turib hozir ekranlarda chiqadi. Saqlanib qilib olishni esdan chiqarmanglar. Ya'ni nimaga deydigan bo'lsangiz, nomerimizni saqlanib qilib olish orqali bemalol siz Tudabratniga xohlasangiz Vladivostokdan bo'lishingiz mumkin yoki Yujniy Saxalindan yoki O'zbekistondan turib siz shu videoni ko'ryapti turgan bo'lishingiz mumkin. Yoki-da Sochidan. Rossiyaning qaysi hududida bo'lishingizdan qat'iy nazar, misol uchun o'rmonni ichida ishlayap turgan bo'lsangiz ham bizning nomerimiz shunchaki saqlanib qolib turib, bizga WhatsApp yoki Telegramdan aloqaga chiqsangiz, biz sizga to'liq ma'lumotni batafsil ravishda aviabiletlarni narxini o'sha tashlab berishga harakat qilamiz. Undan hech qanaqangi muammo yo'q. Yanada sizda misol boshqa maqsadlarda savollar tug'iladigan bo'lsa ham, bemalol bizga обращение qilib ishlarni bitirib olsanglar bo'ladi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Xo'p, bugun biz sizlarga birinchi bo'lib gaplashadigan temalarimizdan biri hozirgi kunda SIM kartani qanday olsam bo'ladi va granitsa haqida to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. SIM kartani olish tartibi quyidagicha. Siz SIM kartani olganingizdan so'ng Moy dokument yoki Gosуслуга orqali o'zingizda o'sha подтвердить qilib turib, keyin пополнение qilishingiz kerak bo'ladi. Albatta hozirgi kunda SIM kartalar faqat o'sha o'zingizning pasportingizga оформление qilsa bo'ladi va undan tashqari o'zingizning pasportingizga оформление qilganingizdan so'ng banklaringizdan misol uchun yangi karta ochtiraman degan taqdiringizda ham faqatgina siz o'zingizning nomingizda bo'lgan SIM karta orqali kartalaringizni ulatishingiz mumkin. Lekin juda ham ko'pchilikda hozirgi kunda bir xil savol bor. Hozir biz ishlatayap turgan nomerlarimiz ertadan keyin o'chib qolishi mumkin. O'shani qanday qilib yechsak bo'ladi bu muammoni degan bo'lsangiz, buni muammosi juda ham qulay. Ya'ni siz o'zingizga yaqin hududdan qaysi kompaniyani nomerini ishlatadigan bo'lsangiz, bemalol o'sha kompaniyaga borib turib, telefoningizdagi misol uchun pul solgan muddatingiz, shu kabi ma'lumotlarni ko'rsatish orqali nomeringizni o'zingizning nomingizga оформить qilib olsangiz bo'ladi. Korporativniy nomer bo'ladigan bo'lsa, korporativniy nomer uchun sizdan o'sha доверенность berish so'raladi. Ya'ni o'sha korporatsiya hisobidan, shuni hisobidan hozirdan o'zlaringizni harakatlanib qilib qo'yinglar. O'sha 30-apreldan boshlab ya'ni SIM kartalar ham o'chishi mumkin. Ya'ni juda ham ko'pchilik bilasizlar ish uchun olgan bo'lishi mumkin. Boshqa juda ham ko'plab kontaktlari bo'lishi mumkin. Shuni hisobidan oldindan harakatlarni qilsanglar, menimcha juda ham yaxshi, qulay variant bo'ladi. Xo'p, ikkinchi savolga to'xtaladigan bo'lsak, granitsa holati qanaqa? Granitsa holati hozirgi kunda mana bunaqangi tarzda bo'lyapti. Agar siz Turkiyaga bilet oladigan bo'lsangiz, aynan Moskvadan uchib ketishingizda sizda muammo tug'ilmaydi. Lekin Turkiyadan Moskvaga qaytib kirib kelishingizda, misol uchun Tudabratning odamlar o'ylashi mumkin. Biz ham juda ham ko'p martalab reklama qilganmiz, lekin bunaqangi holatlar oldin kuzatilmasdi. Hozirgi kunda bilasizlar, sharoitlar juda ham o'zgargan hisobidan, juda ham boshqachangi tarzda nima deydi, misol yangi cheklovlar kirib kelyapti. Ya'ni lichna meni o'zimni tanishim bilan mana bunaqangi holat yuzaga keldi. Ya'ni bu yerdan Rossiyadan Moskvadan biz Umraga bilet olganmiz va ya'ni Jidda yo'nalishi bo'ylab ketishda muammo bo'lgani yo'q, hech qanaqangi. Endi qaytib kelishda qanaqangi savol so'raladi. Turkiyadan misol uchun kelganingizda sen o'sha Rossiyada ya'ni ishlashing uchun qanaqadir senga подтверждение yoki misol uchun доказательствоң bormi yoki sen aynan Moskvaga kiritishimiz uchun agarda Moskvada seni qaytarib oladigan bo'lsa, kartangda 30 ming rubl puling bo'lishi kerak degan cheklovlar hozirda, ya'ni cheklov emas, talablarni qo'yilyapti. Ya'ni shu talabni bajara olmasangiz, aynan Turkiyaning o'zida qolib ketishingiz mumkin. Endi bu holat Armanistonda, ya'ni Gumri bilan Yerevan shahrida kuzatilmayapti turganida bugungacha mana shu videoni ko'rganingizdan keyin aniq shunaqangi holat kuzatilyapti ekan degan o'zingizga shu savolni o'zingizga bersangiz bo'ladi. Ya'ni granitsani qilishdan oldin, ya'ni siz Gumriga yoki bo'lmasam Yerevanga aviabilet xarid qiladigan bo'lsangiz, hozirgi kunda aynan sizga borganingizda ham xuddi o'sha Turkiyadagi vaziyat Gumrida ham takrorlanishni boshladi.
Lekin Qozog'istonga kirdi chiqdi qilib kelishda международный biletlarga O'zbekistondan boshqa shaharga siz agarda bilet oladigan bo'lsangiz, men aynan O'zbekiston fuqarolari uchun aytyapman. Agar siz Tojikiston bo'lsangiz, Tojikistonning o'zi yoki bo'lmasam sizga yaxshi varianti shunchaki Samaraga kirdi chiqdiga biletlarni xarid qilib, tуда обратныйga u ichki внутренний reys bo'lgani hisobidan sizda hech qanaqangi muammolar tug'ilmaydi. Ya'ni sizda pasport kontrol, pechat urish, mana shunaqangi narsalar umuman kuzatilmaydi va siz bemalol Samaraga kirdi chiqdi qilib Qozog'istonda mashinada borib ketsangiz bo'ladi va bu holatda siz cho'ntagingizga ham oson tushadi. Lekin degan tomoni bor, lekin mashina bilan sizda o'sha kimdir желанияsi xohlaydi, kimdir xohlamaydi. Mana shu holatiga tayyor bo'lishingiz kerak. Lekin O'zbekiston o'ziga bilet xarid qilsangiz, sizda hech qanaqangi muammo degan narsani o'zi bo'lmaydi. Agarda shtrafingiz bo'ladigan bo'lsa, kirdi chiqdiga siz Gumri, Turkiyaga bilet oladigan bo'lsangiz, siz Rossiyaga kirib kelishni deyarli orzu qilmasangiz ham bo'ladi. Chunki hozirgi kunda sharoit xuddi shu kabi. Bundan tashqari misol Dubay bor O'zbekistonga borib kelgani bez viza. Aynan Moskvadan borib kelish hozirgi kunda juda ham noqulay vaziyatlarni keltirib chiqaryapti. Sharoit hozirgi kunda shu. Ya'ni bilet olmoqchimisiz? Xulosamiz qanaqa? Bilet olishingizdan oldin обязательно shu holatlarga qarab biletingizni oling. Agar siz patentingiz, kartangiz 30 ming rubl plus bo'lsa, пожалуйста, bemalol bilet olib borib kelsangiz bo'ladi. Hech qanaqangi muammo yo'q. Lekin lучше sizga taklif qiladigan variantimiz shu O'zbekiston yoki bo'lmasam Samarani tanlasangiz bo'ladi. Xo'p, endi bugungi kunda aviabiletlarimizga to'xtaladigan bo'lsak, aviabiletlarimiz narxi quyidagicha. Sizlarga tavsiya qilamiz, faqatgina O'zbekiston havo yo'llari yoki Qanot Sharq yoki bo'lmasam Aeroflot yoki bo'lmasam o'sha eng yaxshi kompaniyalardan biri hisoblangan o'zimizda o'sha qulay reyslardan biri O'zbekiston havo yo'llariga olishingizni tavsiya qilaman. Yaqinda Centromairda ham reyslar qo'yilyapti, lekin Sheremetyevo aeroportidan qo'yilgan. Yomon tomonidan bittasi, agar siz O'zbekistondan Sheremetyevoga keladigan bo'lsangiz, Sheremetyevo aeroporti bilasizlar, hozirgi kunda eng yomon aeroport uchib kelish uchun Sheremetyevo, eng yaxshi aeroport bo'lsa Vnukovo aeroporti bo'lib turibdi. Shu tomonni hisobga olib qo'ysangiz bo'ladi. Vnukovo va Zhukovskiy eng qulay aeroportlardan biri. Shuni hisobidan Uralskiyning reyslarining narxini men aytib o'tib ketaman, chunki O'shga, Tojikistonga ham biletlarim mavjud. Shuni hisobidan bitta eshitib o'tib ketsangiz bo'ladi. O'z izohingizni kommentariyada qoldirib ketsangiz, juda ham qulay bo'ladi degan umiddaman. Birinchi bo'lib turib aytadigan narximiz bizni Domodedovo va O'sh hisoblanadi. Ya'ni xuddi shu narxda biletlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, masalan, siz Qirg'iziston fuqarosi bo'lishingiz mumkin yoki O'zbekiston yoki Tojikiston, uni farqi yo'q. Bizga shunchaki aloqaga chiqib, ishingizni 10 minutda bitirib olsangiz bo'ladi. Bemalol nomerlarni birinchi bo'lib saqlanib qolasiz, ekraningizda turibdi. Va обязательно hushyor bo'lib e'tibor berasiz. Kommentariya, Telegram kanalimiz silkasi bor. Ya'ni aviabilet xaridi bo'yicha sizda qanaqadir savollar yoki mana shunaqa yangiliklar kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga kirib obuna bo'lib qo'ysangiz, menimcha kunlik narxlar, barcha ma'lumotlar Telegram kanalimizda berib boriladi. Barcha 12 ta viloyatdagi Tojikiston, Qirg'iziston yo'nalishi bo'yicha ham aviabilet narxlari mavjud. Endi Domodedovo O'sh o'rtacha narxi mart oyiniki 13400 va aprel oyiniki 12,5 ming rubldan chiqyapti. 23 kilo bagaj, 10 kilo ruchnoy. Nimaga men boshida aytib o'tdim? Faqatgina havo yo'llariga olinglar deb. Endi shu savolga ham to'liqroq to'xtalib o'tishga harakat qilaman. Chunki Uralskiy, Pobeda, Yuter aviakompaniyalariga to'xtaladigan bo'lsak, Uralskiy aviakompaniyasida 10 kilogramm ruchnoy yozib qo'yiladi biletida ham. 55 ga 40, 40 ga 25 sm bo'yicha. Lekin siz aynan 10 kilogramm yukni olib borasiz, aynan savatchasiga yuk sig'maydigan bo'lsa, avtomatik mamnaqangi xodni qo'llaydi sizga. Registratsiyadan o'tish vaqtingizda o'tkazdirib yuboradi. Tushunyapsizmi? Talonni olish vaqtingizda registratsiya qilyap turganingizda, ya'ni o'sha bagajingizni topshirib, ruchnoyni pechatlatganingizdan so'ng siz уже tamo'jna kontroliga kirib ketasiz. Endi samolyotga chiqib turgan paytingizda sizda mana shunaqangi holat yuzaga keladi. Samolyotga chiqib turgan paytingizda savatchani olib keladi. E'tibor bering, mana bu savatchani oldiga olib kelib turib qo'yadi. Savatchani qo'yib, har bitta odam samolyotga chiqishdan oldin mana shu savatchaga sop ko'rishi kerak. Agar shu savatchaga sizni yukingiz sig'maydigan bo'lsa, обязательно sizga avtomatik majburiy tarzda 3,5 ming rubl shtraf yozadi. Tushunyapsizmi? 3,5 ming rubl shtraf yozadi va u shtrafni to'lashingiz kerak. Kimdadir puli bo'ladi, kimdadir bo'lmaydigan holati bor. Shuni hisobidan agarda siz ko'ring, misol shu videoni bilet olgan bo'lsangiz ham ko'rgan bo'lsangiz, aviabilet xarid qildingizmi? Misol uchun ko'ring, agarda Uralskiyning reysi bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib registratsiyadan o'tmasdan oldin o'sha aeroportda registratsiya stoykalarini oldida savatchalar bo'ladi. Birinchi bo'lib sumkangizni solib ko'ring. Albatta sig'dimi? Siqqandan keyin bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Lekin ozginagina katta gabarit o'tib ketaveradi degan fikr sizda tug'iladigan bo'lsa, обязательно bu kompaniyalar unaqangi biz O'zbekistonni kompaniyalariga o'xshab shedri emas. Ya'ni o'tib ketavering degan gapni gapirmaydi. Tushunyapsizmi? Bular xususiy aviakompaniya bo'lgan hisobidan juda ham nima deydi, usloviyalari qattiq, avtomatik shtraf yozib yuboradi, obslujvaniya 0 holatga teng, 0. Lekin iloji yo'q, narxlar hozirgi kunda chiqyapti, qo'yib qo'ygan, biz sizlarga o'qib berishimiz kerak. Xo'p, xo'jalikka keladigan bo'lsak, mart oyiniki hozirgi kunda o'rtacha 13200 va 15500 rubl o'rtasida chiqyapti.
Dushanbenikiga to'xtaladigan bo'lsak, 12.400 rubldan toki 15.400 rublgacha bemalol xarid qilsalar bo'ladi. 23 kilo bagaj, 10 kilo ruchnoy bilan. Albatta bu o'sha Tojikiston va Qirg'iziston reyslari. Endi O'zbekiston reyslariga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda agar siz kelishni rejalashtiryapti turgan bo'lsangiz, O'zbekistondan eng arzon variantlar O'zbekistondan kelish Centrum Air aviakompaniyasiga chiqadi. Lekin Sheremetyevo aeroportiga kelish juda ham noqulay. Shuni hisobidan biz sizga tavsiya qilamiz. O'zbekiston havo yo'llariga olsangiz 12,5 ming rubldan bemalol hozirgi kunda aprelda 15dan boshlab toki iyunda 30gacha sotuvda biletlar mavjud. Bemalol va oldinroq olib qo'ysangiz cho'ntagingizga juda ham yaxshi foyda bo'ladi. Misol uchun hozirgi kunda kelish narxlari o'rtacha 21 ming, 22 ming rubldan boshlanyapti O'zbekistondan. Endi o'zimizda O'zbekiston samolyotlariga to'xtaladigan bo'lsak, aka opa-singillarim, O'zbekiston samolyotlari quyidagicha narx-navolarda aviabiletlari chiqadi. Bemalol xarid qilish uchun bizga aloqaga chiqsanglar, biletlarni cho'tka qilib yozib berishga harakat qilamiz maksimal ravishda. Menimcha sizlarga to'liq quyidagicha qisqa va lo'ndagina qilib narxlarni aytib berishga harakat qilyapman. Maksimal podдержка qilib sizlardan bitta layk bizga pul bermaydi, boshqa qilmaydi, faqatgina videomiz tarqalishiga sizlar hissalaring qo'shilgan bo'ladi. Xo'p, qaranglar, Vunuk va Toshkent eng yaxshi kompaniyalardan biri. Pitaniya включен, komfort ketasiz, hattoki televizorigacha bor, kinolarni ko'rib, naushnikigacha beradi va oziq-ovqatlari juda ham zo'r, обслуживание zo'r, 32 kilogramm bagaj, 8 kilogramm ruchnoy bilan bemalol mana shu variantlarda ham Vunukva ham Domodedovodan olsalar bo'ladi. Vunukvani reyslari ertalab 9 bilan kechki payt 9 da uchadi. Ya'ni o'ziga udobniy vaqtda xohlasangiz ertalab, xohlasangiz kechki paytgi variantlarni tanlasangiz bo'ladi. Domodedovoniki ham xuddi shunaqa, ertalabki 11 va kechki paytgi 11 da. Narxlari standartni 9600 rubldan chiqadi. Bemalol xarid qilish uchun bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ikkinchi reysimiz Vunuk va Toshkent reyslarini aytib o'tdim. Endi Vunuk va Farg'ona reyslariga to'xtaladigan bo'lsak, aprel oyining o'rtacha narxi 10,5 ming rubldan bemalol xarid qilsalar bo'ladi. 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bilan. Mart oyiga qanaqangi deb turgan bo'lsangiz, skidkada 23-24-mart 8600 va 31-martgacha 13600 rublgacha hozirgi narxlari chiqyapti. Agarda imkoni bo'lsa, men sizlarga ekranlarga ham narxlar chiqarib qo'yaman. Bittagina ko'z tashlab qo'ysanglar yoki bo'lmasam erinmasanglar, shu Telegram kanalimizdan bitta silkani bosib, avtomatik bizning Telegram kanalimizga kirib obuna bo'lib, o'sha polностью o'zlaringizdan bitta ma'lumotni ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Atigi 5 minut, 10 minut vaqtni ajratasizlar. Lekin biz Telegram kanalimiz orqali erinmasdan kuniga o'sha 46 ta, 47 ta post tashlaymiz. Ya'ni barcha yo'nalishlar bo'yicha narx-navolar shu yerda berib boriladi. Xo'p, Samarqand reyslari xuddi Toshkentnikiga o'xshagan, lekin Boeing emas, Airbus reyslari 22-martdan toki 27-martgacha 9700 va 28-31-mart 12000 va aprel oyiniki 12200 rubldan standartni xarid qilsalar bo'ladi. Qarshi yo'nalishimiz 10700 rubl aprel oyini 2, 9, 16, 23 va 30-aprellarga 23 kilo bagaj, 8 kilo uchun 1655 ta uchadigan reysga biletlarimiz bor. Vunuk va Termizga to'xtaladigan bo'lsak, bemalol mart oyinikini 13900, aprel oyiniki ham mart oyiniki kabi 13900 rubldan bemalol O'zbekiston havo yo'llariga biletlarni xarid qilsalar bo'ladi. 355 va 2150 uchadigan reyslarga sotuvda biletlarimiz mavjud. Ikkinchi reysimiz Navoiy reyslari. Bilasizlar, faqatgina chorshanba kunga hozirgi kundan reyslar mavjud. Jumladan 27-aprel, 3-10, 17-aprellarga 8800 rubldan 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bilan biletlarni xarid qilsalar bo'ladi. Aytishingiz mumkin. Menda misol uchun aviasales bor. Aviasalesda narxlar paloncha ko'rsatyapti. Havo yo'llariga emas. Siz aviasalesda ko'ryapti turgan narxingiz обязательно o'sha 6000, 6,5 rubldan Pobedani reyslariga chiqadi. Bemalol biznikiga solishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin Pobeda aviakompaniyasinikini ham aka opa-singillarim biz juda ham ko'pchilik odamga mana bunaqangi variantlarni taklif qilamiz. Aslida 10 kilogramm ruchnoyli variantlari bizdan bemalol mana videoni oxirigacha ko'rgan insonlar uchun aytib o'tyapman. 5900 rubldan xarid qilishingiz mumkin. Bu yo'nalish Toshkent bilan Samarqand yo'nalishi. 5900 rubldan standartni 30-martgacha sotuvda biletlar mavjud. Даже 30-mart emas, aprel oyiga ham xarid qilsalar bo'ladi. Va undan tashqari, Pobedani ham reysida agar bagajingizda unikija Uraldagi o'xshagan sложный emas, lekin oddiyroq aviakompaniya ham havo yo'llariga, boshqa kompaniyalarga solishtirganda. Lekin biz juda ham ko'pchilik odamga mana bunaqangi variantlarni tavsiya qilamiz. Ya'ni 7900 rubldan 10 ga 10 bagajlarda olishlari mumkin, lekin biz 8900 rubl va 9900 rublga 20 kilo bagaj, 10 kilo ruchnoyli variantini qilib beramiz. Даже aviasalesda ham bunaqangi narxlar ko'rsatmaydi. Bemalol solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. Va buni nima foydasi bor deydigan bo'lsangiz, albatta 30 kilo yuk bilan ketgan qanaqangi va 10 kilo va 10 kilo yuk bilan ketgan qanaqangi. Bemalol mana shu variantlarni menimcha o'zlaringiz tushundinglar deb hisoblayman. Buxoroning reyslari o'rtacha aprel oyiniki 10700 rubldan chiqadi va mart oyiniga keladigan bo'lsak 8800 dan 10700 gacha biletlarni xarid qilsalar bo'ladi. Oxirgi reyslarimiz Urganch va Nukus. Mart oyiniki 8800 va 10700, aprel oyiniki ham 10700 rubldan xarid qilsalar bo'ladi va Nukusga ham 8800 rubl mart oyiga
1-apreldan toki 24-aprelgacha 10.700 rubldan O'zbekiston havo yo'llariga biletlarni xarid qilsalar bo'ladi. Urganchga aviabiletlar S7 reyslari bor hozirgi kunda. Narx-navosi mana bunaqangi 7.900 bagajli variantlari 10.900 rubldan boshlanadi. Va e'tibor qiladigan yana bitta tomoni bor. Uralskiy reyslari bor. Bagaj hammasi 23.10 bagaj bilan 7.900 rubldan bemalol xarid qilish imkoniyati hozirda mavjud. Qiziqqan ukalarimiz uchun nomerlar ekranlarda turibdi. Albatta videoni oxirigacha ko'rgan insonlar uchun shunchaki promokodni eslab qoling. Alfa Travel va Aviakassa Vodiy 24 promokodini ishlatish orqali bemalol bizni Telegramimizdan, WhatsAppimizdan aloqaga chiqib bilet xarid qilishingizda menda promokod bor. Mana shu promokod orqali menga skidka qilib bering desangiz, обязательно biz sizga har bitta biletdan 200 rubldan skidka qilib berishimiz mumkin. Xudo xolasa bugunga shular edi. Video ozginagina vaqt ko'payib ketib qoldi, lekin men sizlarga hozirgi kunda bo'layap turgan barcha ma'lumotlarni o'sha aviabiletga oid va shu musofirlarga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni aytib o'tishga harakat qildim. Maksimalni tushunmagan savolingiz bo'lsa kommentariyaga yozib qo'ying. Iltimos qilib bittagina like tugmachasini bosib qo'yish sizni esingizdan chiqmasin. Sababi bizni kanalimizni aktivni ko'tarishimizga Xudo xohlasa yordam bergan bo'lasiz. Rozani Xudo xohlasa 10 kunligi qoldi. Yaxshi o'tkazinglar. Kunlaring xayrli o'tsin. Va videoga like, sizlar bilan har doimdek Vodiy 24 aviakassasida Diyorbek bo'ldi. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin.